Otalarining nomi bilan qasam ichish mumkin emas. Musulmon odam qasam ichsa faqat Alloh azza va jallaning nomini aytib qasam ichadi. Bu hadis Imom Buxoriy va Muslimdan Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kuni Umar ibn Xattob ulovida ketayotib turib, otasini ismini aytib qasam ichdi. Xattobga qasam dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni eshitib qolib aytdilar: "Ala innalloha yanhaakum an takhlifu bi abaikum." Ogoh bo'linglar. Alloh azza va jalla otalaringizning nomini aytib qasam ichishlikdan sizlarni man qilgan. Faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Endi kiminglar qasam ichmoqchi bo'lsanglar, Allohning nomiga qasam ichsin yoki jim tursin. Foydali, xayriyatli, savobli ish ustida ota-onaga farzand yolg'on gapirsa bo'ladimi? Har qanday holatda ham musulmon odam rostgo'y bo'lishligi kerak. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Alaykum bis-sidq." Rostgo'ylikni o'zingizlarga lozim tutinglar. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Zero rostgo'ylik faqat yaxshilikka boshlaydi. Va iyyakum val kadib. Yolg'ondan yoki yolg'onchilikdan ehtiyot bo'linglar. Fa innal kadiba yahdi ilal fujur. Albatta yolg'onchilik fujurga olib boradi. Ammo zarurat tug'ilsa, shu yolg'onning orqasidan hech kim zarar ko'rmasa, shu aytilayotgan yolg'onning orqasidan foyda bo'ladigan bo'lsa, musulmonlarga yolg'on gapirish joiz bo'ladi. Masalan, ikkita odam urushib qoldi, o'rtasini yarashtirishlik uchun yolg'on gapirsa bo'ladi. Imom Muslim o'zini sahihida Ummu Kulsumdan keltiradi. U Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shunday deganini eshitdi. Uqba ibn Abi Muayyid. Laysal kazzabul ladhi yuslihu baynan nas. Rasululloh aytadilar, insonlarning o'rtalarini isloh qilishlik uchun yolg'on gapirayotgan odam yolg'onchi emas. Ibn Shihob aytadi, odamlarga faqatgina 3 o'rinda yolg'on gapirishga ruxsat berilgan. Urushda, odamlar orasini isloh qilishda va erni o'z xotiniga gapirishida. Xotinni aldasa bo'laradimi? Meni yaxshi ko'rasizmi desa nima deysiz? Yaxshi ko'rasiz-da, bo'lmasa yashaymi deysiz. Ya'ni xotinni tarbiyalashlik uchun, xotinni bir ko'nglini olishlik uchun xotinga yolg'on gapirib, "Men seni sevaman" desa, nima bo'ladi? Otasini qotilini avf qilishlik oq bo'lishlik emas. Faraz qiling, bir kishini ikkinchi kishi qatl qildi. Endi maqtulni o'g'li qasosini olishlik kerak qotildan. Endi shu maqtulni o'g'li otasini qasosini olmasdan avf qilsa, qasos olmasa otasi uchun, bu oq bo'lganimi? Alloh azza va jalla aytadi. Astagfiru billah. Va katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal 'ayna bil-'ayn wal anfa bil-anf wal udhuna bil-udhun was-sinna bis-sin wal juruha qisos. Faman tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratun lah. Mana qasos olishi haqida Alloh taolo aytadi. Unda, ya'ni Tavrotda jonga jon, ko'zga ko'z, burunga burun, quloqqa quloq, tishga tish va yana boshqa barcha jarohatlarga ham qasos olinadi deb yozib qo'ydik. Qasos olishlik bor islomda. Endi kim uni, ya'ni qasosini kechib yuborsa, o'zi uchun kafforat bo'lur. Kimda kim Alloh nozil qilgan din bilan hukm qilmas ekan, bas ular zolimdirlar. Otasini qasosini olmasdan avf qilsa, o'zi uchun sadaqa, haqqidan kechgani uchun va o'lgan otasi uchun ham kafforat bo'ladi deyiladi. Hamda qotil uchun ham kafforat bo'ladi. Nima uchun? Undan jazo olinmaydi, undan qasos uchun undiriladigan narsa olinmaydi. Avf qilsa otasini qotilini, bu oq bo'lishi degani emas. Yana avf qilishlik bilan o'rtadagi aloqalar yana ham bo'ladi, mustahkamroq bog'lanadi. Faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan. Endi kimga birodari tomonidan biroz avf qilinsa, ya'ni qotildan qasos olish o'rniga tovon olishlikka rozi bo'linsa, u holda yaxshilik bilan bo'yinsunish va chiroyli suratda tovon to'lash lozimdir. Ammo qotil fosiq bo'lsa, yer yuzida fisq fujur tarqatib yurishlikni o'ziga kasb qilib olgan bo'lsa, hech kimi qonunni hurmatini qilmaydigan bo'lsa, bunday odamni avf qilmagan ma'qul. Aksincha bundan qasos olib, qatl qilib, odamlarni uni yomonligidan qutqartirib qo'yishligi to'g'riroq bo'ladi.
Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan hayotidan misol olsak, Huzayfa roziyallohu anhuning otasini musulmonlar Uhud kunida xaton qatl qilib qo'yishdi. Beqasd qatl qilib qo'yishdi. Rasululloh otasini diyasini musulmonlardan undirib beraman deganida Huzayfa roziyallohu anhu Alloh uchun ularni hammasini avf qilganligini e'lon qildi. Urva ibn Zubayr aytadi, Huzayfa roziyallohu anhu vafot etgunicha mana shu qilgan avfning xayriyati uning hayotida ko'rinib turdi. Avf qo'ydi, xayriyat hayotida doimiy bo'ldi. Shu qilgan bitta avfi uchun. Demak, otasini o'ldirgan qotilni agar beqasd o'ldirgan bo'lsa, xato tufayli o'ldirgan bo'lsa, avf qo'yish farzandning otasiga oq bo'lishi degani emas. Nomard otasini qasosini olmadi degan gap bo'ladi-yu. Keyingi savolimiz. Farzand o'z otasi bilan mahkamaga borishi, otasini mahkamaga chaqirishi, otasini sudga chaqirishi, otasi bilan sudlashishi. Bu ham oq bo'lishmi? Agar ota farzandiga zulm qilgan bo'lsa, shariat doirasidan tashqariga chiqib bir ish qilgan bo'lsa, shu zulmni to'xtatishlik uchun, haqqini undirishlik uchun, adolatni qoyim qilishlik uchun, shariatni tatbiq qilishlik uchun otani, qozini huzurga chaqirishligi oq bo'lish degani emas. Demak, mumkin bo'ladi. Endi agar besabab chaqirib, otasini sharmanda qilish uchun, odamlarning oldida bir xijolatga qo'yish uchun nohaqdan qozoxonaga chaqiradigan bo'lsa, bu albatta oq bo'lishlik degani bo'ladi. Masalan, senlarga hech narsa yo'q, hamma molim faqat mana katta bolamga desa, bu zulm bo'ladi ota tomonidan. Chunki shariatimiz bo'yicha ota bitta farzandiga molini 3dan 1dan oshig'ini vasiyat qilib olmaydi. Espas ota-onaga qarshilik qilinadimi? Agar ota-ona gunoh ma'siyat qilayotgan bo'lsa, isrofga yo'l qo'yayotgan bo'lsa, ularga qarshilik qilinadimi yo indamay turilaveradimi? Shariatimizda birodarlar, yaxshilikka buyurish va yomonlikdan qaytarishlik farz amallardan bittasi. Amru ma'ruf nahy munkar. Mana hozir bir qancha oyat, hadislarni o'qiymiz. Mana shu oyat hadislardagi xulosaga tayanib turib, ota-ona nohaq bo'ladigan bo'lsa, noto'g'ri ish qilayotgan bo'lsa, ularga qarshi turishlik mumkin bo'ladi. Astagfiru billah. Lu'ina allazina kafaru min bani Isroila ala lisani Davud va Isa ibn Maryam, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, labisa ma kanu yaf'alun. Banu Isroil orasidan kofir bo'lgan kimsalar Davud va Iso ibn Maryam tilidan la'natlangandirlar. Bunga sabab ularning qilgan isyonlari-yu va tajovuzkor bo'lganlaridir. Ular bir-birlarini qilgan noloyiq ishlardan qaytarmas edilar. Bu qilmishlari naqadar yomon ish. Demak, gunoh ma'siyat qilganda bir-birini qaytarmaganligi uchun ikkita payg'ambarning tili bilan ular la'natlanishdi. Astagfiru billah. Va ta'awanu 'alal birri wat taqwa va la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Yaxshilik va taqvo yo'lida hamkorlik qilingiz. Gunoh va haddan oshish yo'lida hamkorlik qilmangiz. Val asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihati va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr. Asr vaqtiga qasamki, barcha inson ziyon baxtsizlikdadir. Faqat iymon keltirgan va yaxshi amal qilgan, bir-birlariga haq yo'lni tavsiya qilgan va bir-birlariga sabr toqatni tavsiya qilgan zotlargina najot topguchidir. Payg'ambarimiz aytganlar, "Unsur ahaka zoliman aw mazluman." Zolim bo'lsa ham, mazlum bo'lsa ham o'zingni birodaringga yordam ber. Zolim bo'lib turgan bo'lsa, zulmidan tiyib qo'y. Man ra'a minkum munkaran. Payg'ambarimiz aytganlar, kiminglar bir munkarni ko'rsanglar, qo'li bilan tiyib qo'ysin agar epla olsa. Agar qo'li bilan tiya olmasa, tili bilan tiysin, ya'ni gapirsin, qaytarsin. Agar tili bilan ham qaytarishga quvvat yetmasa, qalbi bilan qaytarsin. Mana munkar ish bo'lganda musulmon odam qanday ish tutish kerakligi haqida aytilgan nususlar, oyat, hadislar. Bunday nususlar ko'p. Ular ommani ham, xossani ham o'z ichiga olgandek, ota-onani ham o'z ichiga oladi. Shariatimizda ota-onaga yaxshi muomalada bo'lishlik buyurilgan. Birrul volidayn. Ammo ota-ona fojir bo'lsa, ularning fisq fujurlarida
farzand itoat qilmaydi. Masalan, aroq olib kelib ber desa olib kelmaydi, sigaret olib kelib ber desa olib kelmaydi, nos olib kelib ber desa olib kelib bermaydi. Agar ota-ona o'zini molini katta qismini yoki hammasini yo'q qilishga kirishib qolgan bo'lsa, farzand ularga qarshilik qilishga haqqi bormi, yo'qmi? Ota kazinoga ishqib yozib oldi. Latoxonaga kelin to'p qoldi. Bola ko'ryapti, pul ketyapti. Indamay turaveradimi? Yuqorida keltirilgan oyat hadislar bunga yo'l beradi. Agar ota-onani qilayotgan ko'proq ishi isrof bo'lsa, fisq fujurni tashkil qiladigan bo'lsa, man qilinadi bu ishidan. Albatta endi mana shu man qilishligingiz otangiz yoki onangiz yana ham kattaroq gunohga kirib ketishiga sabab bo'lmasligi kerak. Ammo mutlaq molidan mahrum qilinmaydi. Ahmad ibn Hanbaldan so'rashdi. Bir kishini qiz farzandlari ko'p. U kishi o'zi yashayotgan hovlisini sotib, uni puliga mug'anniyalarni sotib olmoqchi. Ya'ni isrofga, haromga pul sarflayapti ota. Pulni uyni sotib olib turib, qizlari ko'chada qolishi mumkin. Shu kishining o'g'li otasiga qarshilik qilishi mumkinmi? Imom Ahmad ibn Hanbal qarshilik qilib, uni bu ishdan man qiladi deb bilaman dedi. Chunki bu o'ziga ham zarar, farzandlariga ham zarar edi. Shuning uchun indamay turilavermas ekan. Hikmat bilan albatta, yo'li bilan shariatda ko'rsatgan muloyimlik bilan qarshilik qilinadi. Agar farzand otasini fahsh, zino, o'g'irlik va boshqa munkar ishlar ustida topsa, yuqorida keltirilgan nususlarga asoslanib bu amallardan qaytarishlik kerak bo'ladi. Qimorvoz bo'lsa otasi, eshshakda ishlaydi bolasi, bola yig'lab yuraveradi, ha desa otam-da deydi. Nima qilay deydi. Bora shunaqalar ham. Bor. Agar ota-ona o'tirib olib rosa g'iybat qilayotgan bo'lsa, farzand hikmat bilan, muloyimlik bilan ularga buni g'iybatni haromligini eslatadi. Hikmat bilan. Ammo shunda ham to'xtashmasa, turib chiqib ketadi. Agar eslatma berishlik ularga foyda qiladigan bo'lsa, eslatma berish kerak. Alloh taolo aytgan astagfirullah, fadakkir in nafatiz zikro. Agar eslatma berishlik foyda qilsa eslatma bering. Gapingizni olmaydigan bo'lsa, olishib, hali aymoq qilib, hadab otangiz bilan, onangiz bilan olishavermaysiz. Boshqa yo'li bor. Amakingiz bor, otangiz uni gapiga quloq soladi. Xolangiz bor, onangiz uni gapiga quloq soladi. Primoy bir nasihatingiz o'tmayaptimi? Boshqa yo'lini qilishlik kerak bo'ladi. Doim mana bir nima deydi, to'qnashuvga sabab bo'lmasligi kerak. Fadakkir in nafatiz zikro. Bas pand nasihat qiling, agar pand nasihat qilishlik foyda bersa. Otani fikriga teskari fikr bildirish mumkinmi? Agar farzandning fikri afzalroq bo'lsa, savobliroq bo'lsa, shariatga muvofiqroq bo'lsa, otasining ra'yiga qarshi ra'y bildirishi mumkin. Albatta endi bu farzand, dada bekor aytibsiz. Bo'lmagan gap. Yo'q bu. Qani oldingiz bu narsani deb turib hammaning oldida yerga urilmaydi. Yolg'iz yerga uriladi bunda. Yo'q, umuman yerga urilmaydi. Hikmat bilan, muloyimlik bilan gapiriladi. O'zini fikrini bayon qilishlikda yolg'iz o'ziga nasihat qilinadi. Nasihat deganda-chi, bizdagi nasihat tushunmaylar. Nasihat deganda bizda aql o'rgatish tushuniladi. Biz aytayotgan nasihat shariatga muvofiqroq yo'lni ko'rsatishlik deyiladi. Davud alayhisalomning o'g'li Sulaymon alayhisalom otasining qilgan hukmidan ko'ra to'g'riroq hukmni bilar edi, otasiga o'zining hukmini arz qildi. Astagfirullah. Va Davud va Sulaymana iz yahkumani fil harth iz nafashat fihi ghanamul qawm va kunna li hukmihim shahidin. Fafahamnaha Sulayman va kullan atayna hukman va ilma. Davud va Sulaymonning ekinzor ustida hukm qilayotgan paytlarini eslang. O'shanda unga qavmning qo'ylari bo'shalib kirib, uni payhon qilib yuborgan edi. Biz ular chiqargan hukmga shohid edik. Bas biz uni Sulaymonga anglatdik. Biz har ikkisiga hikmat payg'ambarlik ato etdik. Qissani xulosasi shuki, bir kishini uzumzori bor, bir kishini qo'yi bor. Qo'yni egasi beparvo qolib, qo'ylar uzumzorga kirib, uzumzorni payhon qilishdi, vayron qilishdi, yo'q qilishdi. Endi bu ikkalasi o'rtasidagi ishini hal qilib berishlik uchun Nabiyulloh bo'lgan Davud alayhisalomning oldiga kirishdi.
Davud alayhissalom bu ikkalasini ishini eshitib turib, uzumni vayron qilganligi uchun qo'yni hammasini uzumzorning egasiga hukm qilib berdi. Qo'ylarning hammasi bog'ning egasining mulkiga aylandi. U ikkalasi bu payg'ambarning oldidan chiqib kelayotganda Sulaymon alayhissalomga uchrashdi. Otasining hukmini eshitdi-da, ularni yuringlar deb qaytib otasi Davud alayhissalom oldiga olib kirdi va o'zining hukmini bildirdi. O'zining hukmi quyidagicha edi. Bog'ni vayron qildi qo'ylar. Qo'yni egalari qo'yni bog'ning egasiga beradi. Bog'ni qo'yni egalari oladi. Egasi. Bog'ni ana shu qo'ylar vayron qilgan holatiga keltirgunicha qo'ydan bog'ning egasi foydalanadi. Sutidanmi, junidanmi, tuqqan bolasidanmi, qachoniki bog'ni asl holatiga keltirib berganda qo'yni egasiga qaytarib beriladi, bog'ning egasiga qaytarib beriladi. Sulaymon alayhisalomning hukmi to'g'riroq, hikmatliroq bo'ldi. Demak, payg'ambar bo'lgan otasiga, payg'ambar bo'lgan Sulaymon alayhisalom o'zining fikrini bildira olyapti, qachoniki shariatga to'g'riroq kelsa, muvofiqroq kelsa. Yana bir qissa. Ana shu Davud va Sulaymon alayhimassalam o'rtasida bo'lgan qissa. An Abi Hurayra roziyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam baynama imrotani ma'huma ibnahuma ja'a dhibu fa dhahaba bi ibni ihdahuma. Ikkita ayol o'zini kichkina bolalari bilan turishganida bo'ri keldida, ikkalasi bolasini birga qo'yib qo'yganida, yo'rgidagi bola bo'ri bittasini olib ketib qoldi. Shunda bir ayol ikkinchisiga aytdi: "Seni bolangni olib ketdi" dedi. Ikkinchisi: "Yo'q, seni bolangni olib ketdi" dedi. Davud alayhisalom oldiga kelishdi. Davud alayhisalom hukm qilib berdi kattasiga. Ular chiqib ketayotganida Sulaymon alayhisalom ularga uchradi-da, "Nima bo'ldi?" "Mana qildi. Qo'ylar o'rtaga bo'landi" dedi. "Bitta pichoq olib kelinglar" dedi. "Ikkiga bo'lib beraman ikkovlarga" dedi. Shunda kichkinasi: "Yo'q, mayli olaversin, unga" dedi. Demak, bola kichkinaniki edi. Katta kasaver dedi. Demak, bolani fikri to'g'riroq bo'lsa, savobliroq bo'lsa, shariatga muvofiqroq bo'lsa, otasining fikriga teskari fikrni aytishligi mumkin ekan. Farzand agar uni otasi unga nisbatan bir ish qilsa, farzand tushunmasa, sababini so'rashi mumkinmi? Masalan, so'kdi yoki jazoladi. Dada, qaysi qilgan ishimga? Nimaga buni qildingiz? Deyishi mumkin yo indamay turish kerakmi? Ota farzandiga jazo bergan bo'lsa, farzand buni sababini tushunmasa, so'rab surishtirishligi joiz bo'ladi. Albatta bu hikmat bilan, muloyimlik bilan. Bunga dalil Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ni Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu bilan o'rtasida bo'lgan savol javobidan bilishimiz mumkin. Ibn Sa'dning tabaqotidan keltiriladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu birinchi hijrat qilgan, birinchi islomga kirgan kishilarni keyin islomga kelgan, keyin hijrat qilganlardan afzal deb bilar edi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu xalifa bo'lib turganlarida musulmonlarga atoyatlar tarqatilganda hammaga bir xil berar edi. Avval kirganiga ham, keyin kirganiga ham. Bular Alloh uchun qilishgan deb teng berar edi. Ammo Umar ibn Xattob xalifa bo'lganidan keyin islomda peshqadam bo'lgan, hijratda peshqadam bo'lgan, islomga xizmatda ko'p singan, islom zaifligida iymonga kelgan kishilarga boshqalardan ko'ra ko'proq hadayalarni, atoyatlarni berar edi. Ibn Umar aytadi: Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Amirul Mu'minin o'zini o'g'li Abdulloh ibn Umardan ko'ra Zayd ibn Horisaning o'g'li Usoma ibn Zaydga ko'proq hadiyalarni berdi. O'zini o'g'liga bergandan ko'ra Zayd ibn Horisaning o'g'liga ko'proq hadiyalarni berdi. Shunda Ibn Umar aytadi: bir kishi kelib menga aytdi: Amirul Mu'minin sizdan yosh katta bo'lmagan, hijratda jihatidan sizdan afzal bo'lmagan, siz ko'rgan mashhadlarni ko'rmagan kishini sizdan afzal qildi dedi. Unga ko'proq berdi, yosh kichkina bo'lsa ham, fazilati ozroq bo'lsa ham. Men Amirul Mu'mininning oldiga bordim, otasining oldiga. Ey Amirul Mu'minin, siz mendan yosh katta bo'lmagan, hijrati mendan afzal bo'lmagan, men ko'rgan mashhadlarni ko'rmagan kishini mendan afzal qildingiz-ku? Xalifa: kim ekan u dedi. Usoma ibn Zayd dedim. Umar ibn Xattob javob berdi: vallohi to'g'ri aytding, shunday qildim. Chunki Zayd ibn Horisa, uning otasi,
Sen oting Umar ibn Xattobdan ko'ra Rasulullohga mahbubroq edi. Usoma ibn Zayd esa Rasulullohga sendan ko'ra sevimliroq edi dedi. Ma'lum bo'ladiki, bola otasini qilgan ishidan tasarrufotini tushunmasa, muloyimlik bilan, lutf bilan, hikmat bilan nimaga bunday qildingiz deb so'rashlikka haqqi bor ekan. Kishi o'zini farzandini uning bobosining ismi bilan nomlashi. Bir kishi farzandli bo'ldi, ism qo'yishlik kerak. Endi unga o'zini, mana shu chaqaloqning bobosini ismini qo'yishlik ham ayni birrul volidayn bo'ladi. Ayniqsa agar bu bobo solih inson bo'lgan bo'lsa, ismi chiroyli bo'lgan bo'lsa, savobli amallar bilan mashhur bo'lgan bo'lsa va Rasululloh shunday atlarga undagan bo'lsa. Yana albatta bobosi bundan xursand bo'ladigan bo'lsa, buni ham aytib qo'yishimiz kerak. Men o'lmasimdan turib qo'yib olding bolangni atini demasa. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana Imom Muslimdan keltiriladi, aytadilar: "Bu kecha men bir o'g'il farzandli bo'ldim. Bas uni otam Ibrohim ismi bilan nomladim." O'g'li Ibrohimni bobosi Ibrohim alayhisalom ismi bilan nomlaganligini payg'ambarimiz aytayaptilar. Imom Muslimdan keltiriladi, Mughirot ibn Sho'badan, Najronga bordim dedi u kishi. Najronda arablar yashagan, nasroniy arablar yashagan. Najronliklar mendan so'rashdi: "Sizlar Qur'oniylarda ya uxta Harun, ey Harunning opasi deysizlar. Axir Musa va Iso o'rtasida faloncha yil bor-ku." Madinaga qaytib kelib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan shu haqida so'radim. Rasululloh aytdilar: "Innahum kanu yusammuna bi anbiyaihim was-solihina qablahum." Albatta ular o'zlarining anbiyolari bilan va solih kishilari bilan atashar edi. Ya'ni solih insonlar ati bilan atashar edi o'zini. Ammo agar ota yoki bobo fosiq bo'lsa, fojir bo'lsa, gunoh ma'siyatlar bilan mashg'ul bo'lgan bo'lsa, bunaqa otani atini qo'ymagan yaxshi. Bunaqa boboni atini qo'ymagan yaxshi. Chunki shu ismni qaytadan qo'yishlik bilan shu fosiq bobo yoki otani yana qilgan gunohlari doim esimizga kelib turadi. Yodga yomon xotiralar kelishiga sabab bo'ladi. Bunday bo'lsa qo'ymaslik kerak. Bizni opa-dadamiz mana shu 1 litrda ichib qo'yardi bitta o'tirib. Biz otamiz manaqa odam edi. Bobo aytishi mumkin. O'g'lingga falon aytib qo'yasan deb turib majbur qilishga ham haqqi bo'lmaydi. Agar bu at shariatda tavsiya qilinmagan at bo'lsa. Bilasizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Xayrul asma allazi ubbidat va humidat." Ismlarning yaxshisi abd bilan boshlanadigan ism. Ismlarning yaxshisi hamga aloqasi bor ism. Abdurrahman, Abdulloh, Abdullatif Allohning go'zal ismlarga bog'langan ism yoki hamd bilan aloqasi bor. Ahmad, Muhammad, Mahmud. Boyagi fosiq odamning ismini qo'yib, yana bu fosiqni hayotga qaytarmasdan xotirasini. Buni to'xtatishlik kerak. Alloh taolo aytadi: Astagfiru billah. Faquti'a dabirul qaumil ladina zalamu walhamdulillahi robbil alamin. Bas butun olamlarning parvardigori Allohga hamd bo'lsinki, zolim qavmning dumlari qirqildi, halok qilindi. Yana qo'yilayotgan ismning madluli chiroyli bo'lishi kerak. Ya'ni ismni dalolat qiladigan narsasi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shunday bir madluli chiroyli bo'lmagan, dalolati chiroyli bo'lmagan ismlardan bir qanchalarini o'zgartirganlar. Agar farzand tug'ilsa, madluli dalolati chiroyli bo'ladigan ismni qo'ymoqchi bo'lsa, ota-ona yoki bobolar qarshilik qilmasligi kerak bo'ladi. Chunki tug'ilgan chaqaloqni, tug'ilgan yangi bolani ham chiroyli ism egasi bo'lishlikka haqqi bor. Shuning uchun birodarlar, ota-ona bilan qilayotgan muomalada qaysi o'rinda haddimizda turishimiz kerak, qaysi o'rinda gapirishimiz kerak, buni bilishlik kerak. Modomiki Alloh taolo o'ziga ibodat qilishga buyurib turib, ota-onaga yaxshilik qil deb buyurdimi? Demak, ota-ona bilan bo'ladigan chiroyli muomalamiz nihoyatda muhim bo'lgan amallardan. Alloh subhanahu va taolo eshitgan ma'ruzaga amal qilishga tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu